Bu yil nisbatan hozir ko'pchilik dalamda zang yo'q, toza deyapti, lekin mana bitta e'tibor berasiz, ko'rsatib beramiz. Bu sariq zang kasalligi hisoblanadi. Aynan buni sporalari shamol yoki turli xil vositalar yordamida tarqaladi. 2025-yil 15-mart Sirdaryo viloyati Xovos tumanidagi dala maydonlari, ya'ni g'alla maydonlarini kuzatuvga chiqdik. Aynan bu joylarda kuzatuv ishlarini amalga oshirib bordik. Hozirgi kunda bitta narsaga guvoh bo'lib qoldik. Ya'ni o'tgan yil ham aynan shu zang kasalligi bo'yicha aytib o'tilganimiz, ya'ni 2024-yilda 21-dekabrda aniqlagan edik. Bu yil nisbatan hozir ko'pchilik dalamda zang yo'q, toza deyapti, lekin mana bitta e'tibor berasiz, ko'rsatib beramiz va bunga alohida e'tibor berib, zudlik bilan qarshi kurashilmasa, bu yilgi ob-havo har yilgiga nisbatan ham boshqacha kelyapti. O'ziga yarasha inchiqligi bor. Uning ustiga o'simliklarimiz rivojlanish fazasi anchagina past. Va shuning evazi juda katta iqtisodiy yo'qotishlarga olib kelishimiz mumkin. Mana zang kasalligini ko'rsatamiz. Keling. Mana. Mana barglarni ko'ring. Mana yana. Bu sariq zang kasalligi hisoblanadi. Aynan buni sporalari shamol yoki turli xil vositalar yordamida tarqaladi. Shuni ham alohida e'tiborga olish kerakki, nisbiy havo namligi, yog'ingarchilikning ko'payishi, birdaniga gradus, ya'ni temperaturaning issiq bo'lishi bu nimani kasalligimizni ko'payib ketishiga olib keladi. Shuning uchun dala maydonlarini zudlik bilan kuzatuv ishlarini amalga oshirish kerak va albatta birinchi o'rinda tushgan nuqtalarni aniqlab, toza dalani toza tomonidan ishlov berib, oxirroqda aynan shu zang kasalliklari aniqlangan o'choq dalalarga ishlov berishni tavsiya qilamiz. Hozirgi kunda zudlik bilan ishlov berib olsa, aynan bu narsadan qutulib ketsa bo'ladi. Lekin yana bitta narsa hisobga olishimiz kerak, zang kasalligi keltiradigan zarar tufayli o'simlikning tarkibi, ya'ni o'simlik tarkibida to'planadigan oziq moddalar konsentratsiyasi ham o'zgaradi. Shuning uchun birinchi o'rinda o'simlikning immun tizimini ham kuchaytirish talab etiladi. Agar immun tizimi kuchaytirilmasa, bu kasallik osonlikcha qolganlariga ham yuqishi va tarqalish imkoniyatiga olib keladi. Va bundan tashqari dala maydonimizda zarar kunandalar ham bor. Zarar kunandalar o'simlikni turli xil barg yoki pastki qismlarini so'rishi yoki kemirishi natijasida aynan bu zarar kunandalarning ko'rsatgan zarari ta'sirida zamburug'li kasalliklarimizning kirib borishiga va jiddiy zarar olib kelishiga sababchi bo'ladi. Ogoh bo'ling, zang kasalligi hosilingizni nobud qilib qo'ymasin. Bunga zudlik bilan ishlov berish tavsiya qilinadi. Iloji boricha tubikanazol yoki propikanazol tarkibli sistemli fungitsidlardan foydalaning va shu bilan birgalikda siz sepayotgan fungitsid ta'sirini, sifatini, uni kasallikka nisbatan yaxshi ta'sir qilishini va fungitsid sepish bilan birgalikda o'simlikni stressga tushirmaslik maqsadida aminotsid kremniy gektarga 1 litr, aminotsid universal 3 litr va fosfit yarim litr aminotsid fosfit preparatimizni beramiz. Sababi aminotsid fosfit o'zining fungitsidlik xususiyatiga ham ega va o'simlikda fosfor miqdorini oshirib beradi. Bu bilan birgalikda o'simlikning immun tizimi rivojlanadi va kasallik tufayli kelishi mumkin bo'lgan iqtisodiy yo'qotishlarni anchagina o'rni to'ldiriladi. Shunga alohida e'tibor berasiz. Ogoh bo'lib qo'yasiz. Dalangizni nazoratdan chetda qoldirmang.